Bu ikkalasidan ham 2 barobar arzonga berib yuboraman bunisini. Sababini oxirida aytaman. O'sha hamma so'rayotgan Microsoft Surface 7 Pro Plus modellari holatini qaranglar. Asalda masla turibdi. Klaviaturani pasvetkalari ham bor, yengil, ixcham o'sha modelimizdan yana keldi sotuvga. Bundan atigi 2 dona. Prosessorlari moshni Core 5 11-avlod prosessorli 16 GB operativga 256 GB SSD xotira. Intel встроенный video kartasi ham moshni, o'zi ham 2 ga ekran ishlashlari ham zo'r, old orqa kameralari bor. Ha, o'sha sim karta tushadigan Microsoftning planshetidan sotuvga olib keldik azizlar. Xo'p, buning narxi $349 chiqadi. Bundan atiga 2 dona. Bu $180 berib olishga tayyorman. Core 7 4-avlod prosessorli 8 GB operativga 256 GB SSD xotira bo'ladi. Bunga sim karta tushmaydi. Klaviatura pasvetkalari bor. Buni ham old orqa kamerasi bor. Holatlari tiniq. Bundan atiga 1 dona. Bu Microsoft Surface 4 Pro modeli. Bular 7 Pro modellari. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. 3 series garantiyalar bilan. Batafsil ma'lumotni izohlarda yozib qoldiramiz.